Xitoy Kommunist hökuməti qurulğandan buyan özünün təşviqat vasitələrindən faydalanıb dövlət içilik xalqının narazılığı bilan xalqara cəmiyyətinin ayıplaşlarını avamdan yoşurub gələn idi. Amerika qatarlıq 7 dövlət Xitoy hökuməti Uyğurlarga irqi qırğınçılıq qıldı deb jakkalab, Uyğurlar uçrayotgan irqi qırğınçılıqda javobgarlıq bar bolğan Xitoy əməldarlары, Xitoy hökumət organları, şundaqla Uyğur diyarındakı məcburi əmgək bilan çetişligi bar Xitoy şirkətlәргә qarata jazo tədbirləri qo'llanishga başladı. Nəticədə Xitoy hökuməti hər xil yo'llar orqali o'zining Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosatini oqlash tashviqotini kuchaytmoqda. Ma'lum bo'lishicha, yaqindan buyon chet ellardagi Xitoyga moyil bir qism Uyg'urlar ijtimoiy aloqa munbarlaridan Undidar, TikTok, Instagram qatorliqlarda o'z kimligi bilan o'ttirib chiqib, Xitoyni madhiylaydigan tashviqotlarni boshlagan. Bu xil kishilar o'z tashviqotida bir tarafdan Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan siyosatini madhiyalab, Uyg'urlar Xitoyda baxtli yashayotidi degan tashviqotni qilsa, yana bir tarafdan Xitoy davlatining birligi va Xitoy kompartiyasiga bo'lgan sadoqatini ifodalaydigan tashviqot faoliyatida bo'lgan. Yaqında TikTok torida tarqalgan bir sin filmida navbatda Koreyada yashayotgan Mardan ismli bir o'sim tuzash doktorining Koreyada tug'ilib, amdila 7 yoshga kirgan qizini Koreyadagi Xitoy elchixonasi o'rnashtirgan Xitoy kompartiyasining 100 yilligini tabriklash san'at faoliyatiga qatnashtirganligi hamda Xitoy kompartiyasini madhiylaydigan qizil naqshi etkazganligi oshkorlandi. Koreyadagi Mardan va uning oilasi haqida tarqalgan yana boshqa sin ko'rinishlarda bu oilaning Koreyadagi Xitoy elchixonasi o'rnashtirgan faoliyatlarga aktivlik bilan qatnashadiganligi, Xitoy muxbirlarining ziyoratini qabul qilib, o'zining Xitoy davlatiga bo'lgan sadoqatini ifodalaganligi ko'rsatilgan. Bu filmlarga yana ularning Koreyada tug'ilgan ikki qizini Xitoyning Junxo birligi va Xitoy kimlik tarbiyasida yetiltirib, ijtimoiy aloqa munbarlarida qizlarining tili orqali Xitoyda Uyg'urlar baxtli yashayotidi degan tashviqotni elib berayotganligi oshkorlandi. Biz torda oshkorlangan bu uchurlarga asosan navbatda Koreyada yashayotgan Mardan ismli bu Uyg'ur doktorga telefon qildik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz. Yaxshimisiz siz? Mardan apandi deymi Koreyadami? Ammo u telefonning Amerikadagi Erkin Osiyo radiosining muxbirining kelganligini bilgandan keyin o'zining har qanday ziyoratni qabul qila olmaydiganligini bildirib, telefonni uzatdi. Agarda qo'shilsangiz sizni bir ziyorat qilaylimiki degan, men Amerika Erkin Osiyo radiosi muxbiri bo'laman. Ansa Koreyada o'sin tuzash bilan shug'ullangansiz, doktorlik o'qib o'tibsiz. Bo'lmaydi. Ziyorat qabul qilamamsiz? Bo'lmaydi. Shu bir agar ziyorat qabul qilsangiz bir bu rahmat qilaman. Buning sababini bilsak bo'lamdi? Bunda xo'sh. Yaqında TikTok torida tarqalgan yana bir sin filmida Norvegiyada yashaydigan Akbar ismli bir Uyg'urning Xitoyda ishlangan avtomobil va boshqa Xitoy mahsulotlarini madhiyalab, Xitoycha tashviqotni bozorga sag'anligi, o'zigarcha chet elda yashayotgan bo'lsa-mu, ammo o'zini har vaqt Xitoy fuqarosi deb qaraydiganligi ko'rsatildi. 你们的来西的，谢谢你们的关心。我想买我们中国国产车，但是我们这没有，好像是今年或是明年红旗的车要到挪威来，到时候再买一个我们祖国的车。我看抖音里面有卖东西那些人说是什么是日本的灯呀、日本的钢铁呀，来的，说个良心话，我在生活快20年了，这边东西100%全是我们祖国中国的，再不要听些这种胡说八道。你为啥不说你自己中国的东西呢？妈的，China 咋了？卖不出去吗？我们都是中国人，我在乌鲁木齐长大的。
Uning bu qilmishi chet ellardagi Uyg'urlar tarafidan ijtimoiy aloqa munbarlarida qattiq ayblashga uchragandan keyin u yana Facebookda bayonot berib, o'zini albatta Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur deb bildirganligi, ammo vatanni qolgan urug' tuqqanlar bilan aloqa ehtiyoji uchun Xitoy tilidagi TikTok to'rida Xitoy hukumatini madhiylaydigan so'zlarni qilishga majbur bo'lganligini bildirgan va Uyg'urlardan afv so'ragan. Assalomu alaykum. Butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarim, Norvegiyadagi Stavanger qarindoshlar, salomat tudinglarmi? Ya balla boshqa maqsad yo'q. To'g'ri shuninglar. Men Sharqiy Turkistonlik, men Uyg'ur. Og'zimda o'sha jungorim degan bilan chunki men TikTokda dadam opamlar bilan ko'rishiman. Meni chiqib 20 yilda bo'lib qoldi. Shuni men o'zimni video chiqarsam, hamda ashada mening shu dadam opamlar xatsiz qo'ydi, biz yaxshi, unda qarab turib deb. Shu narsa qoldi, minchilik narsa qoldi, shuni bilan ko'rishdiganga. Xapomanglar, men shu bo'lsa Xitoy deb qo'yib ekanman, o'sha jungorim deb qo'yib ekanman, xapomanglar, amal yo'q. Endi u yer boshqa nima deyman? Men ashada men Sharqiy Turkistonlik desam, qamlashmas. O'g'il ashlarga odamlar ish topadigandiman. Kechiringlar. Men namaqul bo'lay. Men Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur. Xapomanglar. Albuki uning afv so'rashiga qarata yozilgan inkaslarda bir qism Uyg'urlar uning ahvolini tushunganligini ifodalagan bo'lsa-mu, ammo zo'r ko'pchilik Uyg'urlar uning bu qilmishini Xitoyparastlik va ikkiyuzlamachilik deb ayblagan. Shunaqla uning bu qilmishini hargizmi qabul qila olmaydiganligini bildirgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Zubayra Shamsiddin xonim ziyoratimizni qabul qilib, chet ellardagi az bir qism Uyg'urlarning o'zlari demokratik davlatlarda yashab turibmi, Xitoy davlatiga bo'lgan sadoqatni ifodalashdek qilmishlarining ilgirmi ko'rilib kelayotgan bir illat ekanligini bildirdi. Bu ahvollarga diqqat qildim. Bu tarixdan mavjud bo'lib kelayotgan ahvol. Bizning Uyg'urlarning hozirgi mushu mahkumiyatimiz, ya'ni mushu qirg'inchilik girdog'iga yo'liqqan mahkumiyatimizda albatta oramizdagi mushunda Xitoyga moyil Uyg'urlarning Xitoy hukumatiga tayanch bo'lganligi sababidan biz mushu kunga qoldik. Bu hozirgi kunlarda bu ahvollarga diqqat qilib emas, men tarixdan buningga shohid. Zubayra xonim bu xil kishilarning ko'rsatgan bahonasi har xil bo'lsa-mu, ammo ularning bu xil qilmishi yanala millat manfaatini setish hisobiga o'zining shaxsiy manfaatini qandirish ekanligini ta'kidladi. Bu faqat bahona. Bu Uyg'urning hozir shunda bir erkin davlat turibmi, ya'ni bu Xitoyga sadoqatmanlik ko'rsatib, bu hozirgi vaqtda yana vatanda bir qirg'inchilik yuz berayotgan vaqtda har qanday bir odamning falon urug'tiqdan falon bog'lanishini batdi, shularni tutqizish uchun degan bunda bana bir butunlay ahmoqonalik. Zubayra xonim yana bu xil Xitoyga sadoqatmand kishilarning chet ellarda Xitoyga qarshi ilib berilayotgan norozilik namoyishlariga qatnashmayli qolmasdan, hatto G'arb demokratik davlatlaridagi Uyg'urlarning ahvolini Xitoy hukumatiga yetkazish, Xitoyga qarshi norozilik faoliyatlariga oshkora to'sqinlik qilish, Uyg'ur faoliyatchilarini qaralash qatorliq harakatlarda bo'layotganligini bildirdi. Bushulab qatardikilar Koreyadan chiqqan atalmış Merdan o'zininki hatto avlodiga sotqinlik nemisini o'gitayotgan shu bolasini 7 yoshlik o'zining bir begunoh ma'sum bolani ko'tarib chiqarib Xitoyning tashviqotini qilayotgan shuningdek odamlar ham Avstraliyadagi Xitoy konsulida Xitoy bosqinchilariga yordamchi bo'layotgan holida shuning o'xshash o'zining Uyg'ur desimi inson numus qiladigan shunda orimizdan chiqqan sotqinlar, orimizdan chiqqan qoyillar, orimizdan chiqqan qo'rqoq o'zining shaxsiy kichkina ozroq manfaatini bir millatninki, bir butun xalqninki taqdirini bir mahkum qiladigan shunday qo'yadigan shuna shaxsiyatchi insonlarning xoin, sotqin maydoni yo'q insonlarninki bularni ishiltib o'zimizga qarshimizda qo'yishi bu tabiiy, chunki tarixdan bo'lib kelgan bu ish. Zubayra xonim Xitoy hukumati bu xildagi kishilarni o'zlariga kerak bo'lganda ozg'ina manfaat berib ishlatsa-mu, ammo davlat ichida bir umr Xitoyga sodiq bo'lib ishlagan Uyg'urlarni tutqun qilib turmalarga so'lig'iniga o'xshashlar, ularga va ularning tuqqanlariga vaqt kelganda hamon qora qo'lim soldiganligini ogohlantirdi. Xitoy hukumatiga azaldan sodiq bo'lib kelgan nurg'unlagan partiya, nurg'unlagan Xitoyga sodiq ashunda Uyg'urlarning hammasiniki hozir faqat Uyg'ur bo'lib qolganligi uchun butun hammasi jazo lagerlarida yotadi. Chunki biz ko'ryapmiz, nurg'un partiya a'zolarining nurg'un Xitoyga atalmış sodiq bo'lib 30 yil, 40 yil Gongchandanga g'alchilik qilib kelgan Uyg'urlarning hammasiniki urug' tuqqanlari butun hammasiniki
jazalarga deytibdi bununğa Muslarning radio muhammiyatın nurg'ullığa isbatlar bor. Bunda rezillerce, nadallarca bu kılıqının sebebi mi? Uzunga barmaydı. Çünkü Xitay hükümeti bəribir Uyg'urlar ekanmiz, biz bu qirg'inchilikninki asosli nuqtaliq admi bo'lgan ekanmiz. Bu kishini bugun ishlatganda ayttirib o'g'illikka bizni urg'itib qoldirni sig'ishtirib jazo lageriga solib etishi ko'z oldimizda aniq turug'liq. Programmani Mehribon tayyorladi.